Agar tadbirkor yoki mutaxassis bo'lsangiz, shaxsiy brend yoki Instagramda produktingiz tanilishi, sotuvlaringizni oshirish uchun oldin kontent qilib harakat qilib ko'rgan bo'lsangiz, lekin kutilmalaringizga yarasha rezultat olmagan bo'lsangiz, yoki endi boshlash niyatida bo'lib turib, qanaqa qilib boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, bu video sizga yordam beradi. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, qanaqa qilib 3 oyda minimum 10 mingta auditoriya yig'ib, ularga uzoq muddatda stabil daromad qilib sotuvlaringizni oshirishni yo'lini o'rganib olsangiz bo'ladi. Ishda hech qanaqa trend yoki taxminlarga asoslanib qilinmaydi. Aniq strategiya bilan xudo xohlasa yondashamiz. Mana videoni qo'ysam uchadi yoki to'pda yurayotgan ekan emas. Meni o'zi sohamni bozorda o'rni qanaqa kontentlar qilsam, o'zim ham maqsadli auditoriya yig'aman. Qanaqa rubrikalar ishlatsam, men qo'ygan kutilmalarimga erishaman. Yoki qanaqa formatlarni qilsam, tezroq auditoriyaga keng miqyosda o'zimni tanitsam bo'ladi. Shularning hammasini o'tida bugun ko'rib chiqamiz. Natijada 3 oyda minimum 10 mingta auditoriya yig'ish uchun kerakli strategiyani hozir qadam-qadam bo'lishaman. Bu borada hech narsa sizlardan bekitmayman. O'zim kimman va men nimaga erishishingiz kerak? Ismim Bilol. 2023-yildan beri, deyarli 3 yildan beri media sohasiga kirib, shu soha bo'yicha faoliyat yurg'izib kelyapmiz. Boshida faoliyatimni mobilografiyadan boshlagan. Mobilografiyadan keyin SMM ga o'tib, oxirgi 3 oy ichida shaxsiy brend bo'yicha xizmat ko'rsatishni o'z jamoam bilan boshladik. Meni hali tanimasligingiz mumkin, lekin quyidagi brendlar bilan siz yaqindan tanish bo'lishingiz ehtimoli katta. Shaxsiy brend va SMM ga o'tishdan oldin soham oldin mobilografiya bo'lgan. Mobilografiyada bilasiz, tabiiyki, asosiy ssenariy bo'yicha, referenslar bo'yicha video qilinardi. Lekin men sohaga kirib kelganimda уже сразу networking qurishga izlanganman. Ya'ni SMM da sohasi ilmi katta, skillari katta odamlar bilan networking qurib, iloji boricha maksimalni mobilografiyadan chiqib, o'sha SMM ga o'tishga harakat qilganman va natijada tezroq bu sohada o'sishga ancha turtki bo'lgan. Bugun oxirgi loyihalarimni qilgan кейslarim va natijalarini sizga strategiyasini bo'lishib o'taman. Asosan ta'lim yo'nalishida bo'ladi. Tushunchisiz uchun ekranda ko'rib turgan akkauntingizga 2 oyda 20 mingtadan oshiq auditoriya kirib berdik, 0 holatdan olib. Endi sizga savol, siz shu kungacha o'zingizda yoki loyihalaringizda katta auditoriya yig'ishga harakat qilib ko'rgansiz, lekin kutgan rezultatlaringizga erishmagansiz. Bu nimadan bo'lishi mumkin? Hozir bir qancha sabablarini ko'rib chiqamiz. Buning birinchi sababi strategiya aniq tuzilmasligida. Ya'ni strategiyani aniq tuzmasdan o'rniga har xil trendlar orqasidan quvlab, faqat trendga qarab kontentlar qilinadi. Ikkinchisi, prosmotr orqasidan quvlab kontent qiladi. Ya'ni faqat prosmotr bo'lsa bo'ldi deb aniq maqsad qo'ymasdan, sohadagi raqobatchilar qanaqa kontent qo'ysa, o'shalar bilan birga bir qiladi. Qaysi video o'chayotgan bo'lsa, shu video o'chayotgan ekan deb iloji boricha birga bir copy paste qilib qo'yishdan ham kechmaydi. Bu holatda tabiiy obunachilar ko'paymagandan keyin nima qiladi? Sraz borib pulli reklamaga yopishadi. Ya'ni targetdan reklamadan odam tortib, ularga qisman cheklangan miqdorda odam tortadi, ilk oqibatida ertaga monetizatsiya qilishga ham qiynalib qoladi. Keling, boshlashdan oldin birinchi o'zimda ishlatgan strategiyani ko'rib chiqamiz. Strategiya o'zi nima? Strategiya bu maqsadga erishish uchun qilinadigan ishlarning ketma-ketligi. Bitta loyihani boshlayotgan bo'lsangiz, boshlashingizdan oldin aniq bitta maqsad qo'yib olishingiz kerak. Masalan, deylik 3 oyda 10 mingta auditoriya to'plash. Endi 3 oyda 10 mingta auditoriya to'plash uchun siz endi qilinadigan ishlarning ketma-ketligini tuzib chiqishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, auditoriya olib kirishni 3 ta yo'li bor. Birinchisi organik yo'l orqali. Organik yo'l faqat auditoriyaga qiymat berish orqali, foyda berish orqali auditoriya yig'asiz. Ikkinchisi pulli trafik. Target reklamaga pul tikkan holatda cheklangan miqdordan, deylik $200 ga slovni 3 mingtadan 5 mingtagacha, ya'ni maksimum cheklangan miqdorda obunachi olib kirsangiz bo'ladi, lekin viral bo'lish ehtimoli yo'q. Faqat tikkan pulingizga yarasha obunachi olib kira olasiz. Uchinchisi, influencerlar bilan kollaboratsiya bo'ladi. Bunda bo'ladi, obunachisi katta influencerlar bilan reklamasini sotib olib, ulardan obunachisini tortsangiz bo'ladi. Keling, oxirgi oyda qilgan kesim Avtokibar proyektimdagi ishlatgan strategiyamni hozir sizga ko'rsatib ketaman. Aytayotganimdek, bu loyihamizni noldan olganmizni 2 oy ichida 20 mingtadan oshiq auditoriya to'plaganmiz. Hozir adashmasam 25 mingtadan oshib ketgan. Bu loyihani olib o'tganda 2 oyga dogovor qilib olingan, ya'ni 2 oyda bo'lgan kutilmalar 5 mingtadan 7 mingtagacha auditoriya to'plashni plan qilgandik, lekin birinchi oy o'zidan o'sha 10 mingta yetarlab qo'ygandik. Tushunchisiz uchun bitta videoni o'zidan 10 mingtadan oshiq auditoriya olib kirib berganmiz. Bu degani bitta video qo'yishimiz bilan 10 mingta auditoriya bo'ldi degani emas. Stabilni har kuni kontentlarni qo'yganimiz oqibatida har kuni qo'yilib, orasidan bitta kontentimiz viral bo'lib, bizga 10 mingtadan oshiq obunachi olib kelib berdi. Plankani olishimizga ham sababchi bo'ldi. Birinchi bo'lib endi protsesslarni bo'lishga ketaman. Ya'ni birinchi bo'lib ish boshlashdan oldin biz nima qildik? Biz bozorda avtomaktab yo'nalishidagi hamma
kontent qilayotgan konkurentlarni o'rganib chiqdik. Avtomaktab sferasida qanaqa kontentda, qanaqa rubrikada, qanaqa formatda olib chiqishyapti, hammasini referenslarini yig'ib, 3 kun srok deadline olib, 3 kun ichida polni o'rganib, 2 oylik strategiyasini o'tirib yozib chiqdik. Shu yozib chiqqanimizdan keyin o'sha kontentlarga yondashib boshladik. Referenslarni yig'ib, umumiy 3 ta rubrika tuzdik. 3 ta rubrikamizda shu 3 xil toifadagi insonlarga, ya'ni direktoriga, nazariy dars beradigan ustozga, ekspress dars beradigan ustoz 3 ga bo'lib, uchalasiga alohida bitta-bittadan rubrika bo'lib chiqdik. Avtomaktab direktoriga umumiy pravo olish jarayonidagi hamma problemali, muammoli holatlarni olib chiqib, bu unga kiradi pravo olishda kerakli foydali ma'lumotlar, pravodan yiqilmaslik uchun nima qilish kerak, pravoga tayyorlanish uchun qanaqa ilovalardan foydalanish kerak, umumiy qilib direktor pozitsiyasida olib chiqdik. Bunda hech qanaqa testga doir yoki nazariyaga doir narsalar berilmagan. Faqat umumiy pravo bo'yicha. Ikkinchisi nazariy dars beradigan ustoz. Bunda biz faqat nazariy bo'yicha rubrika qildik. O'sha qonun qoidalar, har xil belgilar va darslarga oid umumiy ma'lumotlarni kontentda bo'lishib ketdik. Uchinchisi ekspress ustozga. Ekspress ustozga faqat testga doir muammoli, og'riqli vaziyatlar bo'lishi mumkin. Testda tushadigan qiyin savollar, testdan yiqilayotgan insonlarga muhim go'shtli informatsiyalar yoki kalit so'zlar bo'lishi mumkin. Endi faqat bu yoqda mavzular emas, mavzulardan tashqari har bitta, ya'ni syomkadan tortib montaj detallarigacha chuqur yondashganmiz. Lokatsiyaga ham katta e'tibor berganmiz. Lokatsiya avtomaktab o'zining ichki muhitida bo'lgan. Qanaqadir ustarada olmaganmiz. Ko'rgan odam, videoni ko'rgan odam srazi vibe his qilishi uchun, avtomaktab ichida o'zini chuvstvet qilishi uchun hamma kontent absolyutno avtomaktab ichida olingan. Montajlarga keladigan bo'lsak, montajlarda ham chuqur e'tibor berish kerak. Ya'ni har 2 sekundda kadrlar almashinishi, har bitta videoga qanaqa sarlavha qo'yib qo'yishgacha, даже referenslargacha hammasini chuqur yondashganmiz. Va undan tashqari auditoriya yig'ishimiz uchun eng kerakli go'shtli informatsiya nima desangiz, bu CTA, ya'ni call to action. Call to action nimaligini bilmaydiganlar uchun aytib ketaman. Videoingizni ko'rib o'tgan odamni harakatga chorlash deyilib call to action deyiladi. Masalan, men videoingizni ko'ryapman, ma'lumotingizni olganimdan keyin nima qilishim kerak? Shuni aytib ketganingizdan keyin men shunga qarab ish tutaman. Obuna bo'l desangiz, obuna bo'lishim mumkin foydali kontent olgandan keyin, like bosib qo'y desangiz, kimgadir jo'natgin desangiz, shunga qarab men harakatga o'zim chorlashim mumkin. Shu tariqasida call to action bilan biz har bitta kontentda obuna bo'l CTA'sini ishlatib 2 oy ichida kutilgan rezultatga 3 barobar, даже kutilgan rezultatdan 3 barobar katta qilib erishdik. Ko'pchilik kontentga ahamiyat bergan emas, CTA'ga umuman e'tibor bermaydi. Kontent qiziq bo'lsa, odam o'zi obuna bo'ladi, o'zi podpisatsiya bosadi deydi. Lekin siz qisqa muddat ichida katta auditoriyaga chiqmoqchi bo'lsangiz, absolyutni siz baribir ishlatishingiz kerak CTA. CTA sizni qo'ygan maqsadingizga tezroq erishishingiz uchun yordam beradi. Ko'pchilikning bitta xatosi kontentni oxiriga taqab qo'yadi. Ya'ni videoda ma'lumot beradi, oxir 40-sekundda, 41-sekundda yoki kimgadir jo'natib qo'y, yoki saqlab qo'y degan CTA bilan o'ylashadi. Ko'pchilik bilmayman, uyalishadimi yo'qmi? Obuna bo'l desam, o'zim ham keslarimda ko'pchilik demaydi yoki kerak emas, uyalaman deb ko'pchilik mana shu narsadan bosh tortadi. Lekin mana shu narsani o'zi bizga ключевой so'z bo'lgani uchun ham bizga auditoriya yig'ishimizga juda katta yordam beradi. CTA mavzusiga keladigan bo'lsak, o'zim kontentlarni ishlatadigan, o'zim proyektlarimni ishlatadigan CTA formulasi bor. Shuni ostiga bo'lishib ketaman, uni bekitmayman. Ya'ni men 3 turga bo'lib beraman CTA. Ya'ni video boshida, video tugashidan oldin va video oxirida beraman. Bu orqali viral bo'lishiga ham, obunachi to'plashga ham juda katta yordam beradi. Bu qanaqa bo'ladi desiz, bitta kontent misolida keltiraman men sizga hozir. Dilu avtomaktabda, ya'ni kontent qilayotganda pravo olish uchun foydali maslahatlar. Video boshlanishda huk boshlanadi. Agar avtotest imtihonidan birinchi urinishda yiqilmaslikni xohlasang, shu 3 ta maslahatga qat'iy rioya qil. Shu huk boshlandi. Video boshlashdan oldin like bosib qo'y. Srazi CTA. Endi buni ko'rgan odam srazi videoni boshlashdan oldin like bosib, o'sha videoingizni o'sha uchiga viral bo'lishiga yordam beradi. Srazi ketdi ikkinchi ma'lumot. Ikkinchisi testga birinchi ma'lumotni bermadim. Like bosgandan keyin o'sha birinchi ma'lumot berasiz. Birinchisi darslarga jiddiy yondashib, har kuni stabilni tayyorlan. Ikkinchisi, testga borishdan bir kun oldin eng qiynaladigan savollaringni, hamma yiqilayotgan savollarga javoblarini qidirib top. Uchinchisini aytishimdan oldin obuna bo'lib qo'y. Ya'ni CTA bo'lyapti. Ikkinchi CTA, o'sha ikkinchisi videoni tugashidan oldingi CTA. Bu har doim men o'zim ishlataman, obuna bo'lib qo'y.
oxirgi ma'lumotni olishdan oldin. Uchinchi ma'lumot o'sha imtihonga borgan payting stressni polni yo'qotib, o'zing darsda o'tirgandek, darsni test kechayotgandek o'tirib testlarni yech. Video tugadi. O'sha oxirida ham setiga qo'shib ketsa bo'ladi. Videoni imtihondan yiqilgan do'stlaringga jo'natib qo'y. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bitta videoni o'zida 3 ta setiyaga beraman. Bittadan emas. Shu narsaga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ham videoingizda odam like bosib viral bo'lishiga olib keladi, ham obuna bo'ladi. Oxirida xohlasangiz saqlab qo'ysangiz bo'ladi, yoki xohlasangiz kommentariyaga fikringizni qoldirsangiz bo'ladi. Unda ham viral bo'lib, sizga har tomonlama yordam beradi. Bu faqat setiya haqida bo'ldi. Undan tashqari yana detallariga e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar juda ham ko'p. Buni hozir bitta videoga qilaman desam, vashshi ko'payib ketadi. O'shaning uchun eng muhim, eng go'shli ma'lumotlarini hozir o'zlashib ketyapman. Bu 3 ta rubrika orqali bizni 2 oy davomida 20 mingtadan oshiq auditoriya olib kirib berdik. Buni ostiga bo'lishib ketdim. Ta'lim yo'nalishidan tashqari istalgan yo'nalishda Reels orqali reklamaga pul tushmasdan organik yo'l bilan auditoriya bemalol to'plasa bo'ladi. Ya'ni 3 oyda, 4 oyda bemalol stabilni kamida minimum 10 mingta auditoriya yig'sangiz bo'ladi. Buning uchun nimalar qilish kerak? Hop, qilayotgan kontentlaringizdagi mavzularni hamma tushunadigan tilda qiling, ya'ni qiyin terminlarni umuman ishlatishga harakat qilmang. Kerak bo'lsa ishlatmasangiz ham bo'ladi. Undan tashqari mavzu tanlayotganda sohangizdan tashqaridagi mavzular emas. Bo'lishi mumkin top 3 ta kino, top 3 ta kitob, top 3 ta davlat emasda, shu umumiy mavzular bor o'zi kontent uchishiga yordam beradigan, который bizga katta prosmotrlar olib kelib beradigan umumiy mavzular bor. Bu bo'lishi mumkin munosabatli, oila temasi, pul, sog'liq, do'st, qarzlik va hokazo. Shu tema atrofida kontent qiladigan bo'lsangiz, bu ko'pchilik biladi, agar siz bilmaydigan bo'lsangiz ketyapman. Shu mavzu atrofida kontent qiladigan bo'lsangiz, videolaringiz katta prosmotr yig'adi. Lekin bu sohadagi bu mavzularni o'zingizni sohangizga adaptatsiya qiladigan bo'lsangiz, o'z sohangizda qo'llaydigan bo'lsangiz, sizga ancha potensialli, maqsadli odam olib keladi, maqsadli auditoriya olib keladi. Bu qanaqa bo'ladi desangiz, sog'liqqa qiyoslaydigan bo'lsak, masalan, Vitamingo degan men proyektimizda bo'lgan. Vitamingo proyektimizda biz sog'liq bo'yicha soch to'kilishiga qarshi vitaminlar olib chiqqanmiz. Ya'ni vitaminlar reklama qilish kerak bo'lgan. Biz vitaminlarni sirazi bizlar mana bunaqa vitaminlar bor deb emas, sog'liqqa qiyosla, sog'liqqa adaptatsiya qilib, soch to'kilishiga qarshi, mana bunaqa muammoga qarshi, mana bunaqa problemaga qarshi 3 ta vitamin, 4 ta vitamin. Bittasini ko'rib chiqamiz. To'kilishiga qarshi top 3 ta vitamin. Uchinchidan keyin sochlaringiz ancha mustahkamlashadi. Uchinchisi L-karnitin soch ildizlariga energiya beradi. Ikkinchisi sink to'kilishini sekinlashtiradi. Birinchisini aytishimdan oldin obuna bo'lib qo'ying. Va birinchisi biotin soch ildizini mustahkamlaydi. Ushbu vitaminlarni xarid qilish uchun plus belgisini oldiring. Xo'p, tushunishingiz uchun mana shu videoda 2,5 mingta like bo'lgan, prosmotri adashmasam prosmotr 137 mingta bo'libdi. Video orqali 400 tadan oshiq potensialli klient jalb qilingan. Targetga pul tikmasdan, faqat shu mavzuni to'g'ri qiyoslash orqali. Agar men chiqib olib, mana vitamin kerak, mana vitamin mana narsa yordam beradi deganimda, ko'pchilik katta ehtimol bilan e'tibor bermasdi. Muammoni olib chiqib, muammoga qarshi qilib ko'rsatganim uchun katta viral bo'lishiga ham yordam berdi. Sog'liq mavzusi bu yerda katta e'tibor tortgan. Hop, keyingisi, endi vaqt bilan sog'liq mavzusini o'rtaga jamlaganmiz. Buni qanaqa bo'ladi desangiz, agar erkak kishi D vitaminini 30 kun davomida ichadigan bo'lsa, qanaqa o'zgarishni sog'lig'ida sezadi. Shuning uchun masalan menga ham qiziq, masalan, u tashqaridan ko'rgan odam sirasi qiziqadi. Qanaqa 30 kun ichsa, qanaqa o'zgarishlar bo'ladi. Ko'rib chiqamiz. Erkak kishi vitaminni 30 kun davomida qabul qiladigan bo'lsa, qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Birinchi 7-chi kun tanadagi energiya o'zgaradi. Kayfiyat oldingidan barqarorlashadi, tong-uyquchanlik kamayadi. 7-chi 14-chi kunlari immunitet faolroq ishlashga boshlaydi. 14-chi 20-chi kunlari mushak va suyak faoliyatida sezilarli o'zgarish bo'ladi. Va oxirgisi 20-chi 30-chi kunlari gormon balansi yaxshilanadi. Tanada jismoniy faollik barqarorlashadi. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib uchun obuna bo'lib qo'ying. Bu videoda ham o'sha prosmotr 100 mingtadan oshgan, 122 mingta bo'libdi. 122 mingta prosmotr bo'lib, ancha auditoriya olib kirgan bu kontent orqali ham. Aytmoqchi bo'lganim, umumiy mavzularni sohangizdan tashqarida emas, sohangizga adaptatsiya qilgan holatda qo'llaydigan bo'lsa, sizga ancha kutilmalaringizdan ham katta rezultat beradi.
umumiy oladigan bo'lsak, shu mavzularni o'zingiz sohangizga to'g'rilaydigan bo'lsangiz, o'z sohangizga to'g'rilab kontentingizga olib chiqadigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan katta prosmotr ham katta auditoriya sizga olib kelishga erishsangiz bo'ladi. Lekin bu mavzularni sohangizdan tashqari ishlatadigan bo'lsangiz, prosmotr bo'ldi, prosmotr bo'lsa bo'ldi, faqat uylanish temasi, top 3 ta kitob, top 3 ta davlat, top 3 ta kino, umuman o'zingiz sohangizdan tashqarida kontent qiladigan bo'lsangiz, chunki o'zim ahamiyat berganman. Shaxsiy brend yurg'izayotgan ko'p ekspertlarda prosmotr orqasidan quvurlar faqat mana shunaqa temalarda top 3 ta davlat. Nimaga top 3 ta davlatligini aytmayman sababini. Faqat top 3 ta davlat sayohat qilishingiz uchun deb ketadi. Shu orqali bu prosmotr oladi, auditoriya olib kiradi, lekin auditoriya olib kirgandan keyin uni nima qiladi degan savol. Auditoriya yig'dim bo'lmasa, ertaga ularniki monetizatsiya qilish ham bor, ulardan foydalanish ham bor. Mana bunaqa yo'l bilan auditoriya olib kirganingizdan keyin odamlar sizga уже bu yerda potensial klient bo'lish ehtimoli ancha kam bo'ladi. O'shaning uchun lutshi mavzularni olib video qilyapsizmi, o'zingiz sohangizga adaptatsiya qilib, o'zingiz nishangizdan chiqmagan holatda qiling. Agar siz endi noldan blog boshlayotgan bo'lsangiz, qaysi etapdan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, men hozirga ketma-ketma tushuntirib ketaman. Birinchi o'chirda qiladigan ishingiz bu referensni yig'ishingiz kerak bo'ladi. Referens bu shu. Misollar siz sohangizda qilayotgan odamlar, siz sohangizda kontent qilayotgan odamlar qanaqa kontent qilyapti, qanaqa mavzuda kontent qilishyapti, qanaqa rubrikalar ishlatishyapti, qanaqa formatni olib chiqishyapti, shularni polni Instagram, TikTok, YouTube, Facebook hamma platformalarda ko'rib, aniqlab, analiz qilib, referenslarni yig'ib chiqasiz. Yig'ib chiqasiz degani har bittasini qilayotgan kontentlari, topoviy mavzularda olayotgan kontentlarning linklarini yig'ib, bitta joyga tashlab, polni o'tirib, noldan analiz qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. Shu orqali kontentlaringizga ideya topishda o'sha qiynalmaysiz, bemalol naval ideya topsangiz bo'ladi. Iloji boricha kontent qilayotganda ideya oldingizmi, ideyasini birga bir qilmang, lekin ma'no jihati bir xil bo'lsin. Lekin ideya qilayotganda o'zingizni tajribangizdan kelib chiqib ham ideyalar qo'sha olsangiz qo'shing, lekin birga bir copy paste qilmang. Montajlari, lokatsiyalari, chiqayotgan podxodlaringiz, gapirayotgan tone of voice'laringiz birga bir bo'lib qolmasin. Shu narsaga e'tibor bering. Ertaga reputatsiyangizga minus ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun lutshi o'zingizni tajribangizdan kelib chiqib, o'zingizni qanaqa his qilsangiz, o'zingiz qanaqa ko'chada inson bo'lsangiz, xuddi shu holatingizda kontentga o'zingizni olib chiqing. Yana bitta narsa, kontent qilayotganda stabilni har kuni qo'yishga odatlaning. Har kuni qo'yish odatlaning degani har kuni kontent oling degani emas. Bitta kontent olayotganda kamida 7 tadan 10 tagacha olishga odat qiling. Ya'ni haftada bitta kunni kontent olishga to'g'rilaydi. Deylik yakshanba kuni bo'lsa, yakshanba kuni kelib 7 tadan 10 tagacha kontent oladigan bo'lsangiz, har kuni stabilni qo'yishga o'sha vazmonishingiz bo'ladi. Har kuni bitta olish kerak ekan degan qaror keladigan bo'lsangiz, bu sohada ham sizga nisbatan garaniya уже kelishga olib keladi. Katta ehtimol bilan uzoq muddatga chiqa olmaysiz bu har kuni kontent olish etapi bilan. Bu prinsip bo'yicha ketadigan bo'lsangiz, 90 kun ichida, minimum 90 kun ichida minimum 10 mingta auditoriyaga bemalol erishsangiz bo'ladi. Obunachi yig'dim bo'lmasa, ertaga 10 mingta auditoriya yig'ganingizdan keyin uni olib keladigan plyuslari siz o'ylaganingizdan ancha yuqori bo'ladi. Mutaxassis bo'lsangiz, kursingizni sotishingizda yoki ertaga tovaringiz bo'lsa, tovaringizni sotishingizda sizga ancha yordam beradi. Qanaqadir produktingiz bo'lsa ham, auditoriya sizga nisbatan ishonchi bo'lsa, sizga nisbatan loyalnisi bo'lsa, ertaga raqobatchilaringiz bilan bir xil tovar sotsangiz ham, raqobatchilaringiz nisbatan sizdan tovar olishga odamlar intiladi. Nimaga? Chunki sizga nisbatan ishonchi katta. Bu orqali siz bemalol ularga nisbatan ko'proq tovar sotsangiz ham bo'ladi. Xohlagan narxingizga kerak bo'lsa qimmatroq narx qo'yib sotsangiz ham bo'ladi. Ertaga nimaga bunaqa, nimaga siz bunaqa degan savol bo'lmaydi, chunki sizda ishonch bo'ladi. Bu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, 2026-yilda men o'ylashim bo'yicha shaxsiy brend qurish niyatingiz bor. Bunga bir qancha rejalarni o'ylab qo'ygansiz. Yuqoridagi strategiya bo'yicha bizlarning jamoa bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, bunga qiziqayotgan bo'lsangiz, sizga maxsus taklifim bor. Bu eksklyuzivniy taklif. Cheklangan miqdorda loyihalarni olamiz va bu taklifni birinchi marta beryapmiz. Bu taklif qanaqa desiz? Shaxsiy brend strategiyasi va shaxsiy brend razbori. Agar siz qaysidir darajada akkauntingizni yurg'azyapsiz, yoki endi yurg'azish niyatida bo'lsangiz, biz sizga yordam beramiz. Bunda biz akkauntingizni ko'rib chiqib, qilayotgan xatolaringiz, qilinadigan ishlaringiz ketma-ketligini, siz uchun maxsus strategiyani, shu maqsad qo'ygan bo'lsangiz, A tochkangizdan B tochkagacha bo'lgan maqsadingizda bo'ladigan ketma-ketliklarni aniqlashtirib, biz sizga roadmap qilib tuzib beramiz. Agar noldan boshlayotgan bo'lsangiz ham, buni umuman muammoli jihati yo'q. Noldan boshlayotgan bo'lsangiz ham, biz sizga ketma-ketlikda aniq bitta roadmap qilib beramiz. Shu yo'l orqali ketadigan bo'lsangiz, bemalol уже stabilni kutilgan kutilmalaringizga erishsangiz bo'ladi.
kutgan kutilmalaringizga erishsangiz bo'ladi. Maqsadingizni aniq belgilab olib, unga erishish uchun aniq ketma-ketlikni qadamma-qadam ko'rib, razborni qilib chiqamiz. Bu uchun nima qilish kerak? Videoning tagida opsiyasida silka qoldiraman. O'sha silkadan o'tib ma'lumotlaringizni qoldirsangiz, ro'yxatdan o'tgan odamlar ichidan o'zim alohida tanlab olib, tanlab olgan odamlarimga strategiya va razbor qilib beraman. Strategiya va razbordan keyin nasib qilsa birga ishlashimiz mumkin. Ya'ni siz yo'nalishingiz bizga to'g'ri keladigan bo'lsa, bizning takliflar sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, ma'qul keladigan bo'lsa, yana o'tirib alohida joy ustida o'tirib gaplashsak bo'ladi. Videoning tagidagi silkadan ro'yxatdan o'ting va 24 soat ichida o'zim aloqaga chiqishimni kuting. Faqat aytib o'tganimdek saralab olaman. Agar olmasam, sразу xabar berib qo'yaman, что siz olmadingiz, siz bizga to'g'ri kelmadingiz deb.